Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar hamda soha vakillari. Bugungi brifingda Guliston tuman 13-son bolalar musiqa va san'at maktabi faoliyati 2024-2025 hamda hozirgi kunga qadar erishgan natijalari va kelgusida istiqbolli rejalari haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Maktabimiz o'z faoliyatini yoshlarning musiqa va san'atga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, ularning iste'dodi, ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish maqsadida olib boradi. Bugungi kunda maktabda 210 ta o'quvchilar 10 ta yo'nalish bo'yicha, ya'ni fortepiano, torli cholg'ular, teatr yo'nalishi, xoreografiya, tasviriy san'at, amaliy san'at, akademik xonandalik, xalq cholg'ulari, baxshichilik va urma zarbli cholg'ular yo'nalishlarida ta'lim olishmoqda. Maktabda malakali, o'z kasbiga sadoqatli, tajribali jami 23 ta o'qituvchi faoliyat yuritadi. Shulardan 17 ta oliy ma'lumotli, 4 ta tugallanmagan oliy va 2 ta o'rta maxsus ma'lumotga ega o'qituvchilarimiz. O'qituvchilarimizdan bir nafari oliy toifa, bitta birinchi malaka toifa va 2 ta ikkinchi malaka toifaga ega o'qituvchilarimiz samarali mehnat qilib kelishmoqda. 2024, 2025, 2026 ya'ni hozirgi kunga qadar o'quvchilarimiz 14 ta xalqaro va respublika ko'rik-tanlovlarida birinchi va ikkinchi o'rinlarni egallab qaytishdi. Kelgusida maktab tomonidan quyidagi ustuvor vazifalar belgilangan. Ta'lim jarayonida yangi texnologiyalar kengroq joriy etish, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashni yanada kuchaytirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish bo'yicha uzluksiz tizimni yo'lga qo'yish, yangi ijodiy loyihalarni yo'lga qo'yish va hudud miqyosidagi tadbirlarda faol ishtirokni kengaytirish va maktabning moddiy texnik bazasini kuchaytirish. Bizning asosiy maqsadimiz yosh avlodni san'atga mehr qo'ygan, didli, ijodkor, iste'dodli shaxslar sifatida voyaga yetkazish. Shu yo'lda barcha ustozlar, ota-onalar va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda samarali faoliyatni davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.